Otamni menga topgan kelini shumi? Shuncha yildan keyin katta hayajon bilan yurtimga qaytgandim. Nimaga rozi bo'ldim bu nikohga? Nikohga. Otamni menga topgan kelini shumi? Shuncha yildan keyin katta hayajon bilan yurtimga qaytgandim. Afsus, bekor tavakkal qildim. Uyg'oning, hoy, turing. Menga qarang. Nimaga uyg'onmayapsiz? Uyg'oning. Ey, Bo'rey. Mana sizga uyg'onmaganingiz uchun. Bu nima qilganing? Xayolingizdan nimalar o'tayotganini sezib turibman. Go'zal emasligimni bilaman, lekin shuni bilishingizni istardimki, oila qurishni bitta sababdan xohladim. Payg'ambarimiz alayhissalomning bir hadislarini amalda ko'rishni xohladim. U zot shunday deganlar: kechasi turib namoz o'qigan, erini ham o'qish uchun uyg'otgan, agar uyg'onmasa, yuziga suv sepib uyg'otgan ayolga Allohning rahmati bo'lsin. Vallohi, bu tilagimni amalga oshirganingiz uchun sizdan minnatdorman. Bu hadisni bajarishni juda istardim. Lekin go'zal emasligimni bilganim uchun turmushga chiqishdan umidimni uzgandim. Iltimos, hadisning qolgan qismini men bilan ado etsangiz. Rahmat sizga. Orzuyim amalga oshdi. Nahotki boya ko'rgan xunukkina qiz shu bo'lsa, ko'zlarimga ishonmayman. Xuddi dunyoning eng go'zal qizi bilan namoz o'qigandek bo'ldim. Oliylar oyijon, dadajon. Xo'p, rahmat qizim. طارت روحي حبا في الحياة إلى